Davlatimiz rahbarining joriy yil tadbirkorlik subyektlarini yangicha yondashuvlar asosida qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilingan edi. Unga ko'ra, 2026-2027 yillarda tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tomonidan 4 trillion so'mlik moliyaviy qo'llab-quvvatlash choralarini taqdim etish orqali 5000 ta tadbirkorlik loyihalarini amalga oshirish belgilangan. Farmonga ko'ra, tadbirkorlik subyektlarini chempion tadbirkor toifasiga olib chiqishga ko'maklashish uchun ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish loyihalariga tijorat banklari orqali 10 milliard so'mgacha milliy va xorijiy valyutada kreditlar ajratish uchun resurs joriy etiladi. Shuningdek, 2025-yilning 1-dekabridan boshlab kafolatlar berish tashkilotiga kompaniyaning kafolat va kafillik taqdim etish bilan bog'liq funksiyalarni o'tkazadi. Bunda oldin berilgan kafolat va kafillik bo'yicha majburiyatlar kompaniya zimmasida qoladi. Shuningdek, joriy yilning 1-noyabridan boshlab yana tadbirkorlik subyektlari uchun ko'plab yangiliklar joriy qilinmoqda. Tadbirkorlik subyektlarini yangicha yondashuvlar asosida qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida Prezident farmoniga muvofiq 2025-yil 1-noyabrdan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha tadbirkorlarni rivojlantirish kompaniyasi tomonidan chempion tadbirkorlik loyihasi ishlab chiqilmoqda. 1-noyabrdan tadbirkorlarga barcha mobil to'lov ilovalari orqali hisob-kitob qilish imkoni universal QR kod beriladi. Shuningdek, 1-yanvardan yillik aylanmasi 1 milliard so'mgacha bo'lgan tadbirkorlik yakka tartibli tadbirkorlarga aylanmadan 1% stavkada soliq to'lashga o'tkaziladi. Aylanmasi 100 milliondan 1 milliard so'mgacha bo'lgan tadbirkorlar aylanmadan ilgari 30-40 million so'm soliq to'lagan bo'lsa, 1-yanvardan uning soliq yuki 3-4 karra kamayapti. Yaratilayotgan sharoitlar orqali yakka tartibli tadbirkorlar hisobida yiliga 1 trillion so'm qolyapti. Bu kichik biznes uchun qo'shimcha resurs. Yakka tartibli tadbirkorlar o'z biznesini keyingi bosqichga olib chiqish uchun katta imkoniyat bo'lib xizmat qiladi. Hozirgi kunda mamlakatimizda 40 dan ziyod elektron to'lov tashkilotlari mavjud bo'lib, aholini o'ziga qulay bo'lgan ilovalar orqali to'lov amalga oshirilib kelmoqda edi. Endi 1-noyabrdan boshlab tadbirkorlar uchun barcha mobil to'lov ilovalari orqali hisob-kitob qilish imkonini beradigan yagona QR kod beriladi. Kompaniya kuzatuv kengashiga loyihalarning biznes reja va samaradorlik ko'rsatkichlari past bo'lgan hollarda to'xtatilgan moliya yordamlarini Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda tarmoq uyushmalari tomonidan belgilangan yo'nalishlari bo'yicha qayta tiklash huquqi beriladi. Bir so'z bilan aytganda, joriy qilinadigan mazkur yangiliklar tadbirkorlar uchun ko'plab afzalliklarni taqdim etishi aniq. Rustam Rustamov, Nurdavlat Ilyosov, Poytaxt.